Koinotdan qaralganda Yer sayyorasi avvalo ulkan suv kengliklari bilan ajralib turadi. Sayyoramizning qariyb 70% suv bilan qoplangan bo'lsa-da, uning 97,5% sho'r suvlar hissasiga to'g'ri keladi. Yerdagi barcha suvning atigi 2,5% chuchuk, ya'ni iste'molga yaroqli suvdir. Uning ham asosiy qismi muzliklar va yer osti suvlarida jamlangan. Demak, yer sirtining umumiy maydoni 510 million kilometr kvadratga teng. Shundan dunyo okeani 361 million kilometr kvadratni, ya'ni 71%ni tashkil etadi. Quruqlik esa 149 million kilometr kvadratdan iborat. Yer yuzidagi suvlar turli ko'rinish va shakllarda uchraydi. Okean yer yuzidagi eng yirik suv havzasidir. Barcha okeanlar birlashib materiklarni o'rab turadi. Dengiz esa okeanning quruqlik yoki suv osti balandliklari bilan qisman ajralgan. Daryo manbadan boshlanib o'zani bo'ylab dengiz, ko'l yoki boshqa daryoga quyiladigan doimiy tabiiy suv oqimi. Ko'l quruqlikdagi tabiiy botiqda joylashgan dengiz bilan bevosita tutashmagan yopiq suv havzasi. Qo'ltiq dengiz yoki okeanning quruqlik ichiga kirib borgan, ammo asosiy suv havzasi bilan erkin tutashgan qismi. Bo'g'oz ikki dengiz yoki okeanni o'zaro bog'laydigan va shu bilan birga ikki quruqlikni ajratib turadigan tor suv yo'lagi. Suv ombori inson tomonidan odatda suv yo'lida to'g'on qurish orqali yaratiladigan sun'iy suv havzasi. Botqoqlik ortiqcha namlangan turg'un suv to'planadigan quruqlik hududi. Jilg'a odatda daryoga quyiladigan kichik va tor suv oqimi. Buloq yer osti suvlari tabiiy ravishda yer yuzasiga chiqadigan joy. Buloqlar ko'pincha jilg'a va daryolarning boshlanish manbai hisoblanadi.